Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan bugun Azizbek Olimjonov bugun umra safari haqida gaplashamiz. Videoni to'liq ko'radigan bo'lsalaring, qayerlarda bo'ladi, necha kun bo'ladi, qanaqa ziyorat sayohatlar bo'ladi, necha mahal taom beriladi, hammasini to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Xo'p, eng yaqin sanalarimizga hozir ko'pchiligiga qiziq bo'layotgan sanalarni aytib o'tib ketaylik. Eng yaqin sanalarga, xo'p, bugun 17-dekabr. 18-dekabr kuni Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor, prямой reys. 20-kuni Farg'ona Madina reysimiz bor. 20-kuni Toshkent Madina reysimiz bor. 22-kuni Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Eng yaqin reyslarimiz shular. Xo'p, bizning firmamiz tomonidan bitta to'lov evaziga bepulga sovg'aga beriladigan narsalarimiz bor. Bular har bitta ziyoratchimizga eng avvalo bejik beriladi. Yostiqcha beriladi bo'yin uchun. Bu o'sha samolyotda, aeroportda samolyotda kerak bo'ladi, avtobusda kerak bo'ladi. Juda ham o'sha bo'yinlaringni qo'yib uxlab ketsalaring, dam olib maza qilib ketasizlar. Bo'yinlaring yoqqa ketib qolmaydi. Kamzilcha beriladi. Bundan tashqari bunaqa so'mka beriladi. Har bitta narsamizda Centrum Holidays firmamizning logotipi bor. Bular bepul bitta to'lov evaziga beriladi. Bularga dokument solib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Juda ham zarur bo'ladi bu narsalar. Xo'p, bular bepulga beriladi. Agar yoshi kattaroq otaxon, onaxonlarimiz oyoqlari og'riydigan bo'lsa, battan olib ketsalaring bo'ladi aravachani. Aravacha masalasi xohlasalaring attanam 14 kunga bepulga beriladi. Bemalol olib borib ibodatlar qilib, ziyoratlar qilib ketsalaring bo'ladi. Mutaxassis yoshlarimiz 14 kun mobaynida birgalikda sizlar bilan boshidan oxirigacha birga turib, birga ibodatlar qilib, birgalikda yo'l yo'riq ko'rsatib o'rgatishadi hammasini. Xo'p, endi ziyorat sayohat ibodatlarimiz. Xo'p, birinchi bo'lib Madinadan payg'ambarimiz ravzalaridan ziyorat boshlanadi. Xo'p, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Arafat tog'i, Qubo masjidi, Toif shahri, Qizil dengizga borib ziyoratlar, ibodatlar qilib kelasizlar. Toifga borib kelganingdan keyin bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bu juda ham o'sha qiziqarli tomoni, to'g'risi, bitta to'lov evaziga 2 marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bu otaxon onaxonlarimizga ham menimcha juda ham yoqadigan joyi. Otamni, onamni duosini oladigan aka-ukalarimiz, qarindosh urug'larga, tanish bilishlarga, o'rtoq do'stlarga tashlab qo'yinglar. Bu videoda juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, litsenziyamiz bor. Litsenziyamiz nomeri N0014 MyGovdan любой joydan tekshirib olsalaring bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofisimiz bor. Bemalol kelib ko'rib, rasmiy kassalarimiz bor. O'zbek so'mida bemalol to'lov qilsalaring ham bo'ladi. Xo'p, buni mana shu hozirgi 22-dekabr kunigacha bo'lgan Farg'ona, Namangan, Jidda yo'nalishi bo'yicha Farg'ona, Namangan, Toshkentdan, Toshkent, Jidda, Farg'ona, Namangan, Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishlari bo'yicha reyslarimizni narxini 1050 dollardan deb belgiladik. Agar sizlar 5 ta, 10 ta, 20 ta bo'ladigan bo'lsalaring, ko'pchilik bo'lsalaring telefon qilinglar. Iloji boricha yengilroq narxlarda tushib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa qilsalaring, yana ham batafsilroq ma'lumot beramiz. Mabodo videoda kam ko'rsatib bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosib, qarindosh urug'larga tanish bilishni tashlab qo'yinglar. Bundan keyin yana ham chegirmali narxda chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.